Endi asabim chiqyapti-da, bittasi chiqib men bilan kelib duet o'qi dedi-ku. Bir tiyinga qilmadi o'zing ham. Qilayotgan ishing ham deyman-da, men konkretni-da, chunki bir tiyinlik foydasi yo'q. Yana insonlar uni to'ygacha quradi, kim necha ming, 10 ming dollar berib. O'shani farzandingni, yangi bo'layotgan oilani bilimiga, ilmiga sarflanglar onasining uchun. Nima bo'lyapti bu xalqqa? Artistlar birinchi o'rinda, artistlar. Bir tiyinlik foydasi yo'q. Kimga nima foydasi? O'rtadan foydasini hech kim bilmaydi. Lekin o'shalar olimlarga e'tibor yo'q, ilmga e'tibor yo'q. Hech kim o'sha uchun yoshlar olim bo'laman, ilmli bo'laman demaydi. Artist bo'laman deydi o'sha uchun. Yana fahshga o'tib ketaveramiz. Man ana primerku, ana ko'rsatyapman-ku, erkak kishi qilib biladi, fizически ham baquvvat bo'lib biladi, любой narsaga, moddiy tarafdan ham любой narsaga достижениyaga erishsa bo'ladi. Men любойni o'sha artistlarni любойni 1 yilini sotib olib bilaman. 1 yil uyimga keltirib ashula o'qitib bilaman. O'shalarga havas qilyapsizlarmi? 1 yil xizmatimni qildirib bilaman o'shalarga. O'shalarga havas qilyapsizlarmi? Ular havas qiladigan inson emas. Erkak kishi uchta narsada qattiq tursin: kuch, bilim, pulda. Qilmanglar buni. Pulni ishlanglar onasidan, tamom, pulni egasi bo'linglar, pulni qulli bo'lmanglar, pulni egasi bo'linglar. Buni farqi bu.